Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biliq shirkatida ovozga ilinib, Biliq to'rida anlatildi. 27-bob. Qadrdon ayoli bilan o'g'ilni ko'z oldiga keltirib, ularni sevginish ichida aslab turgan mushu daqiqada Mehribonmo 2 yoshdan oshgan o'g'li Qaysarni ta'pilgach hikoya so'zlab beryotdi. Uning hikoyasini o'g'irliqcha anglayotgan Oy derizdan sinoyan marab turardi. Qaysar gerçi qoqchi bola degan bu hikoyani har kuni uxlash oldida anglab tursa, yana anglag'isi keladi. Mehribonmo so'zlab zerikmaydi. Ammo 2,5 yoshlik bola qanchalik tushunib ketadi. Mehribon uning bilan hisoblashmaydi. O qoqchi bola sevgiyan degan bu hikoyani raskatni qilganda o'zi uchun aytadi. Mana shu turqidagi uning xuddi allay naqshidek bir xil chiqayotgan mo'ngluq ovozdan Qaysarning ko'zi uyquga ketdi. Shundaqdimi u uyquliq o'dinishdi. Oppo qoqchi bola bo'ldi qozon bo'ldi. Endi uxlag'ina. Ati ikkimiz qalayda kunug barimiz. Oppo ikkimiz Gözlük kavap satalımdı. Aval kavaptan pişsin. Andın keyin ko'ramiz. Mehribon rastilla kavapchilik qilishga bel bog'lagan edi. Bilqut xazinasi o yangi mahallaga ko'chib kelganigimi bir yildek bo'lib qoldi. Abdursul hojim saqlab berayotgan 7000 so'm puldan turmush chiqimi. Uy ijarasiga ishlatib hozir 2100 so'm qopti. Mehribon bekor yetib yesa tog'mi to'shimaydiganligini his qildi. Endi bankada 22,000 so'm bor degan bilan u bir necha yil turmush, uy ijarasiga aram yetdi. Lekin Mehribonning beshini qotirib turgan cho'ng ish. Qaysar kundan kuniga cho'ng bo'lyapti. 3 yoshga kirgan hamon yasli tarbiyasi elishi. 6-7 yoshga kirganda o'qish kerak. Ularga pul bo'lmasa bo'lamdi. Uy egasi Turdoxonning bir puti asqoqlab mangadigan 13 yoshlar chamasida bir o'g'li bo'lib, ismi Akbar edi. Uni maktabda bolalar to'kur deb masxir qilg'ashqa 5-sinfni bitirmayli chiqib oldi. Mehribon Turdoxonga Akbarni kavopchilikqa yordamlashib berishni deb edi. O ayol bilekçili xoşal bo'lib ketdi. Shunga Mehribon qalachi ustamga kavopdanning o'lchimi, shakli qatorliqlarni deb buyurtib qo'yganga hatto bo'lib qoldi. O kichikidan boshlab dadisi, onasi bilan kavopchilik qilg'ashqimi, kasbiy jihatdan o'disdan chiqishga ko'zi yetadi. Lekin hamma kavop bozorlarini qidirib yuradigan dadisining ko'ziga bir kuni bo'lmasa bir kuni cheliqib qilishdan ansiraydi. Agar Avo Bakri ko'rib qolsa, qiziga har xil besimlarni ishlatib uyga ko'nib elishi, heroin uchun pul talab qilishi muqarrar edi. Hozir u heroin atkazchilarining gramlik parcha heroinlarni setib berib, foydasiz qolgan heroinni chekib kunlarini o'tkazib yetibdi. Qoroni satgan pullarni Mehribon bachig'ida chekib tugitib edi. Atsi atigan Mehribon Akbar ikkisi kavopdanni harvig'i besib ep keldi. Kavopdan shunchalik nafs yasalgan deyki, uning hamma yeri qalay naqshlar bilan bezalgan. Choy damlaydigan, zig' tashlaydigan, loza, tuz, ziri qachillari qo'ydigan o'rinlar bor. Shu kunilar Mehribon bilan Akbar ikkisi Qaysarni Turdoxonga tashlab qo'yib, go'sht to'psatish bozoriga berib, go'sht, jigar, kuchay qatorliqlarni olib kelishdi. Mehribon kelibla go'sht, jigar, kuchaylarni to'g'rab tayyorlab, Akbar ikkisi zig'larga o'tkazib tayyorladi. Ular kechga yaqin hamma saranjonlarini harvig'i besib, kechki bozorga yetmoqdi.
Hey Mihriban! Bazar boshqarishning rasmiyati yo'qla, bozorga chiqmoqchi bo'lyapsizlar, ha? Hey! Turduxon ansirab qolgan edi. Hamma nimanglarni musodir qilamiz bo'latdi-ku. Xotirjam bo'ling Turduxonada, dedi Mihriban kulib. Mahalla ish boshqarish o'rnining boshlig'i Amin adam, ikkimiz bozor boshqarish idorasiga borsak, ular hozircha bozorga chiqavering. Bir necha kun ichida tijorat kinishkasini hal qilib beramiz deb rasm va boshqa rasmiyatlarimni ep qoldi. Ha, mundaqda. Sizmi puxtkansiz qizim. Shu kuni Mehribon bilan Akbarning qo'liga tegmay qoldi. Ular dastlab do'kon ochganligi uchun go'sht, jigar, uchaylarni ziqqa jiq-jiq o'tkazdi. Ham damlangan choylarni qo'yib, mehmonlarning nazari ko'zlaridan o'tdi. Akbar xuddi kavobchilikka yaralgandek zil ovoz bilan varqirab, kechki bozorda xaridor chilayotgan kavobchi Zosuypaz Lampunslarning sardori bo'lib qoldi. Ha, mana. Alamatchimi? Ha, o'tning uchini yegan, suvning suzikini ichgan, xotanning tosh tuzini yalagan paxlamning daymana. Bir inson armonda, ikki inson darmonda, ala. Mana. O'n inson uchib o'ldingda. Ha, mana. Shu asnoda mahalla ish boshqarish o'rnining boshlig'i Aminam va bozor boshqarishning bir necha xodim boshliqlari kelib Mehribonni muborakladi. Shundaqla kichikgina turib, yuqorgi yo'lni olmay, o'z turmushini o'zi qamlash uchun ko'rsatgan tirishchiligini cho'qim qo'llaydiganligini bildirishdi. Dastlabda o'rin xaridor manmanlik talishib, zo'tonlik qildiganlarning chalmisi sug'u chilishib, o'llari ichiga tushib ketdi. Shu kuni ular barliq material pulni chiqarib yetib, 106 so'm foyda elishdi. Garchi Akbarning bir bozorligini 30 so'mdan so'zlashgan bo'lsa-mu, Mehribon uningga 36 so'm berib edi. U xijil bo'g'indan bir hazog'icha pulni ololmay ketdi. Bundan keyin dedi Mehribon pulni uning qo'liga tutqizib. Har kunga kirgan paydaga qarab, ish haqqingni o'stirib berma. Bo'ldiqni hada. Akbarning xo'shliqdan ko'zlari yumilib ketgan edi. Bir bozorliqimni 30 so'mdan bersingizmi, oyliqim 900 so'mga to'xtaydi ekan emasmi? Mehribon bugun kecha xotirjam uxlay oldi. O tunji qitim o'z kuchiga tayanib 70 so'm pul topgan edi. Albatta, bu dastlabki qadam uningda tugamas bir ishonchni turg'izdi. Agar inson o'zini emas, kuchini, aqlni xor qila olsa, omad har qachon uningga chiroy ochadi. Mehribon endi biror kimga bir yetim bolamba, "Manga saxovat qilinglar, so'sanglar, mendan yanmasa Xudoyimdan yana" deb o'zini xo'rlaydigan, boshqalarga yerini bilib yuzini so'rim qilgan ishni hargiz qilmaydi. Ko'nada tilaganning huzuri, tilagan vaqtidagi xo'rliqqa yetmaydi degan gap bor emasmi? Darvaqa Mehribon bugun kerak xo'shal bo'lib boqmagan edi. Kim biladi? Ba'zilar orolli 70 so'mga tortgan jafosiga tushdiq manfaat bo'lmasa deyishi mumkin. Ras. U go'sht to'psetish bozorlariga bordi. Necha qassob, necha do'konlarga chiroyli gap qilib, elishga tegishli narsani oldi. Uni ko'tirib elib kelib, to'g'rab, xo'rishlarini tangshab tayyorladi. Ko'mir chaqib, kavobdanga o't soldi. Kechlik bozorda o'ttir kechigacha varqirab, xaridor chaqirishdi. Ularga choy tutib, xizmatida bo'lishdi. Shundaq. Bu 70 so'm ashundoq ko'rming o'tgan. Darvozadan o'tib, asrab, o'medib, peshonlardan ochiq tar qo'yilganligi kelgan 70 so'm. Shunga u onaning sutidan halol ham shuncha tatliq, shuncha barakatlik. Chunki pokiz ajr taridan namlangan bir siqim to'pa haromlik suyida yo'g'rilgan tog'dan ig'ir ham qimmatlikdir. Mehribon
yürükidan etilib chiqqan qalb sadolari ta'sirida hayajonliq yoshlarini to'kiyotgan mush kechida Abu Bakrmi uxlamagan edi. Uningmi jiyaklari qo'riqlar besib ketgan ko'zlaridan yo'g'on yosh tomchilari sirg'ib tushyotdi. Tova. U nemishqa yig'laydiganda? Qizi Mehribonni, navrisi Qaysarni seg'inib, nola qilyotandi ya. Hech nima degili bo'lmaydi. Xamsut emgan inson emasmi? Balkim bu chaqqicha qilgan askirliklarga o'kinib, pushaymon zardablari ichayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, Mehribon o'zining pushtidan tomgan jigarida uningdek qoida yo'sulliq, sharm hayolik, pardashaplik qizdan bu iqlimda yana qanchasi bor. Mana 1 yildan beri u xuddi yer yutib ketgandek yo'qolib ketdi. Abu Bakrning bormagan, kezmagan yeri qolmadi. Izda oxir zerikdi. Qizini davomli izlayveray desa, uning gelini kim boqadi? Chekidig'ini utturliq akilib berdigan uning bir yerga sep qo'ygan heroin zavodi bormi? Texe, Abu Bakrning xumarining eskiligini demayli qo'ying. U qancha vaqt, qancha kun o'zini tomlag'i urib, yerlarda yumilib, uttir kelgan narsalarga usib, qosh qopoqlarini yerib, yuzlarini nurlab, bilaklarini tishlab, g'oljir ishning o'zili bo'lganligini o'zimi bilmaydi. Oxir, tenida misqolchi mag'dur qolmay, o'shdan ketib yetib qoladi. U 1 soatda hushiga keldimi yoki 10 soatdami? Hargiz onqiranmaydi. Faqat yiqilganda qorong'u, hozir yo'ruq ekanligini xira-shira asga ola oladi. Hushiga kelib, aynakka qarab sog'dak bo'lsa, assalomu alaykum deyishdan yanmaydi. Chunki u aynakdagi boshqa bir kishi o'xshaydi deb o'zini o'zi tuniy olmaydi. Bu avoq abgoh hayotimda biror qitim bo'lsa-mu, mushundoq samirib boqqan bo'lsam-chu deb yeydi texe. Demismi, uning yuzi nelargadir urilib so'qilib, xuddi püdigan dovsoqdek parqirib, ishib ketadi. Eng yomoni olchanlab ma'anmaydi. Chunki Abu Bakr qattiq qiynalib, do'zax azobini tortayotganda, cho'ng kichik tartining qachonlardi yor ketgan ozmidek ketib qolganligini tuymaydi. Melishlab ketgan tambulni yo'g'on dasqchilab orqaga qarab turib yuyatdi. Konular o'zining teziki o'ziga purmas deydigan. Biroq heroin chekkan odamning mijozati normal odamlarnikiga o'xshamaydigan badbo'y puraydigan chig'i. Agar qizi mehribon bo'lgan bo'lsa, ashundoq chog'larda asqatmamdi. Abu Bakrning bir ishga zodil ahli yetmaydi. Mehribon 1 yildan beri bolasi bilan qandoq joni etayotganda, yemek içmek, kiyim-kechak, uy ijorasi, kichik bolaning har xil chiqimlari, texe doktorxonaning dora, davolash pullari o'rlab ketdi. Qadrdon uy chiqimlariga 400 so'm tashlab qo'yib ketdi desa, heroinni koldirilib ketgan qopoq kallisining ishonganini ko'rmandigan. U 400 so'm har kechasi qo'shkizak tug'adigan nasllik pul emasdi. Amsa Mehribon heliqi Xudoyim, mushu ayol haqnizda ajab omadlik yaratibdi. Ras. Ular dasmoyi sanmayla pul topalaydi. Mangu xo'rmas boylik go'hiri bor. Aslida heroinni mush qiz cho'kallar cheksiz so'z tomg'arak. Xumari tutgan hamon pul o'zi bilan billa. Mushundoq zil taraflarni o'ylaganda odamning xotin kishi buvog'is keladi. Abu Bakr Mehribonning turmush ishini tahlil qilib, o'zicha falsafiylik fikrlar qaynimiga cho'kkandek bo'ldi. O'zining er yorilib qolganiga sal echinigandek bo'lib, Xudoyim ezibdi deb o'yladi. Ammo qizining undoq yo'llarga qadam elishiga hargiz ishongisi kelmaydi. Mehribon kichkidan tortib uningga ayon. U o'lsimi bundoq yo'lga menishi mumkin emas.
Undaqda o nereden kelgan kirim bilan bir yildan beri yaşap kelyapti. Ehtimal qadrdan o'zining pat arda kelanmaydiganligini bilib, nurg'un pul qo'yib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki o Mehribonni jinidan aziz yaxshi ko'radi. Undaq bo'lmasa, Mehribon do'stlik aholilar rayonida o'tirganda har kunligi ko'ktat, go'sht, tatliq turum, yel yemishlarni nadiki pulga oladi. Amsa Mehribon o pullarni nadi saqlaganda? Hergiz o'yga qo'ymaydi. Bir pulni dilqoqlarga qo'ygan taqdirda chashqa yeb ketadi. To'g'ri. O bankaga qo'yib etib, har oyda oz-ozdan elib ishlatganga. Amsa cheknadi. Mehribon, aqlli qiz. O bolasining taqdiri uchun bo'lsa-mu, chekni har qanday odam ololmaydigan ham o'ylab yetilmaydigan yerga yo'shirishi aniqla. Abu Bakrning ko'ngliga bir gumon soyi selishi, o'rnidan chachirab turib ketdi. Derizdan tushgan bir dasta oy nurida uning o'riqlab qaltiriqdek bo'lib qolgan sat siyoqi uy o'ttirsida cho'xchaydi. Uning ko'z oldida qizi Mehribonning ish kiyimlaridan kalti ishtani bilan bag'irdiqi ayon bo'lgan edi. Hay esil. Bu oltin aql nima uchun shu chog'larda kelmagan bo'lg'aydi? Uni uyqu doğrusu orqali agar to'yib qolsa biror narsada urib o'zsizlantirib oldi bilan kalti ishtinni ondan bag'irdiqini soldirib ko'rish kerak edi. Aniqki ularga tikilgan kichik yanchiqlarda nurg'un pullik bir qancha chek bo'lishi mumkin. Kim biladi? Qadrdan to'yda etpagan oltin buyumlarmi shu yanchiqlarning biridimi? Voy, yeligar qanchoq. Meni etkingga selib yong'oqdek o'ynatibsan-da. Men seni topmay qo'ymayman. Ay, Janobiy Alloh. Abu Bakrmi sening mo'min bandalaring tizimligida bormi? Uni sen ikki musulmonning kuchidan yaratganmi? Qandoq bo'lib ezib-tezib yaratib qo'ygansan? Yaratishni men yaratdim debla, yarilish o'zingdan degan gapni demasangchi. Mana, yarilish degan mundoq bo'ladi. Bandalaring yugansiz asavat, chiliksiz buqa, zanjirsiz itning o'zini bo'ldi. Mau Abu Bakr degan noahlning o'y xiyoli, plan, g'arazlarini anglagansan. Ey menday, oying qilmay qizining kiyimlarini soldirib ko'rmoqchi bo'lyotdi. Bu laneti bir yılları ah ko'ngil, köyümcan, samimiy bir oti emasmidi? Endilikda bir imansız mahluqqa aylandı bu. Onu moşundaq iflaslik avrazlariga paturgan zodi nima? Abu Bakr asta o'zini qo'yib berib, satrashning kepidek parqirab ketgan yostiqqa beshini qo'ydi. Uning ko'ziga yanıla kichik kalti ishtonga bag'irdaqa yo'shirilgan 10, 20, 50, hatta 100 ming so'mlik cheklar ko'rinmoqda edi. Hech nima degili bo'lmaydi. Qadrdan davomli pul avatib turayotgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa, Mehribon yolg'izlik tortib kelib, erga tekkan bo'ladi. Abu Bakrning esiga do'stlikdagi 320 ming so'mlik bino uy kelishi, kaypi bir-birli o'rlab, qizi Mehribonni g'oyvonisiga tillayotdi. Bu suvaningga poq yeydigan aqlsiz payjoq. Bari bir mig'o, u uyga borolmaydigan bo'lib qolding. Shundaq bo'lgandan keyin mening maslahatimga quloq solgan bo'lsang, 320 ming so'm pul po'kinini tishib chiqolmadi. Hozirgidek haqlarning bo'sig'isizlar lomnishdek so'kildab yurmayding. Men bu ko'chadagi chashqandek urg'i qolmaydi. Darvaqa Abu Bakr bugun rastilla ko'chadagi chashqanning holiga tushib qoldi. U g'arbiy shimol yo'li osmi ko'rik ostida xaridorlarga mol berayotganida xuddi yerdan ungandeklar uch soqchi paydo bo'lib qoldi. Ko'rik ostidagi olg'uchilar ham sotquchilar shundoq qashdiki, hatto soyisiga yetishmay qoldi. Shu asnoda
gum qilgan tapancha ovozdan ishtonga chiqarib etgili tasli qolgan Abu Bakr simut eriq ichiga do'mni yotdi-da, taqir beshini silab boqdi. Uning olqiniga o'l bir narsa o'rinmaydi. Voy anam-ey, men o'lgan cheg'im bor deb yig'lab soldi. Lekin olqindagi qon emas, tari ekanligini ko'rganda, "Oh, Xudoga ming qatli shukr" dedi-da. O'rnidan turib yana tikiverdi. O yugurish, dum yetish, yiqilish jarayonlarida olqindagi 1 gramlik heroin xotinlardan biri nagidir tushib qolgan edi. "Ah Xudo, ah Xudo, nagini tushib qolgan bu?" Abu Bakr o'zini qachatlab ketdi. "Ana 350 so'm tozliqdek to'zib ketdi. Bir qatimlik xumar besish angishtirim yo'qoldi. Hey, u qandoq noahlik uchirgandi." "Hey Abu Bakr, nima uncha bola azmalaydigansan? Sana angishtar tuyulgan o narsa boshqalar uchun yig'on choyandan boshqa narsa emas. Sen ularni bo'yi bilan tang oltinni qo'shib bersangmi, hargiz olmaydi. Sen xuddi necha yuz yillik chashqonning topini tepib olgan o'qush osmonda parvoz qilayotgan sumurg'a. Hey, men buni burun tepib oldim. Bu degan mening deb qizg'inayotgandek ahmoqonlik qilyapti. Ah ko'ngil o'qirmanlar. Abu Bakrning nima uchun yig'laganligini endi bilgansizlar. Bizdaqa Mehribon bilan navrisini seg'inib yig'lagandi. Askirliklarga o'kinib yosh to'kkandi. Umi xomsut emgan inson deb yaxshi tarafga jo'ribdi. Lekin u ashi yetib ketgan bir xotin nejisga yig'lab tikan emasmi? Abu Bakr ertasidan boshlab qizi Mehribonni izlashni boshladi. U Qiziltog', Do'stlik, poyezd stansiya, Yamanlık teg'i qatorliq rayon mahallalarni 10 necha kun qatirib iz derikini ololmadi. Keyin Dajaygo, Lumanchang, Nurbaq, yiqilgan tosh rayonlaridagi aholilar rayonlarga bir haftadan uch qatnab quruq qo'l qaytganini ozdi. Asqoqlab Orolga kelib oldi. U qizini surishti qilish uchun bir ho'yliga usib kirgan edi. Qayoqdandir etilib kelgan bir oli it uni so'r to'qay qilib qo'g'lab ketdi. Abu Bakr shundoq sat cherqirab qochdi-ki, darvoza bo'sig'isidan talog'i o'zini tashlashi. Eliqi oli it uning paqaltikiga iz soldi. Uning pochiqi ishib, haftigacha talog'i chiqqanmadi. Lekin yeydigan neni, çekidigan narsasi oxirlashib qilib, o'zining konu xo'jayini isxarni tepib, uningdan setib berish uchun mol oldi. U 10 necha kun bozorga chiqib yigidek non, chekidek oq tomokiga ega bo'lgandan keyin yana o'yinib qoldi. Abu Bakr qachongacha mol sotaman deb dakki-dukkida yashaydi. Agar Mehribonni topa olsa, uningdan cho'qim pul undirib olishga ko'zi yetadi. Ko'nglimi darhol otlan degandek bishorat beradi. Shunga bir kuni u qizi bilan navrisini izlab yana perqirab chiqib ketdi. Abu Bakr bu qatim qat'iy niyatga kelganda qiladi. U Uchtosh, ot beygisi maydoni, Janubiy bog'cha, un zavodi, Sanpangu qatorliq rayon mahallani 15 kun orlab izladi. Lekin Mehribonning yanada xabarini olmadi. Zahardek qish zimistonla uzab, yana mart oylari oxirlashib qoldi. Lekin Abu Bakr Mehribonning hech yerdan derigini olmadi. O bugunni qizini topolmay, kechlik avtobus bilan Yekan ko'ldagi ko'rimsiz g'amxonasiga qaytdi. O har qachon uyiga qaytganda boldurroq yo'lga chiqadi. Ko'cha avtobusi to'xtab qoldimi? Piyoda minishga to'g'ri keladi. Chunki uning uyiga Yekan ko'lning oxirgi bekitidan yana 20 soat piyoda minishga to'g'ri keladi. Urumchining mart oylari yanada qishga tava edi.
avtobusning eng oxirgi o'rindig'ida chapinning yengiga qo'llarini kaplab tiqib o'tirgan Abu Bakr so'z titravotdi. To'yiqsizla bir kim uning mo'risiga qo'lni qo'yib, yanada zo'kkida o'tirdi. Abu Bakr uni taniyolmadi. Lekin chiroyi tonishdek qiladi. Biroq zodili esiga olmadi. Abu Bakr ka, meni Rasul tanımadın ha? Dedi qarmı to'q yigit. Ben 2-3 yılın aldıda dostluğunun keşlik bazırda zasüpeslik qilgan Nuri bo'lma. Vay bo'ldi. Nuri teki bo'laman degine? Mana. Ahir esing olding. Nuri teke sal echilib olgan edi. Hozirmi qizing bilan kavobchilik qilatamsa? Nadi kene? 1,5 yil bo'ldi. Qizimni izlab yuraman. Nima ish qildi? Sen qizingni kichik turib erga berayotganding-ku. Eri ishkirga qechib kirib ketgandan keyin men bilan turib o'tadi. Abu Bakr birer yip uchiga ega bo'lish uchun qizining ishini uchirganligi odamlarga da'vat beradi. Bir kuni sal judunim o'rlab, qattiqroq gap qo'yibdimi? Shu yomonlab chiqib ketgancha bolasi bilan yo'q. Eri yo'q. Hijolatchilikda yurgan qizni yeding ishtayang deb minnat qilgansa qicha. Bo'lmas chiqib ketam-da. Elimo 2 yildan beri bolasi bilan ikkisini manbay qilyapsan. U degan qiz bola ojiz. Amsi boqmasang bo'lamdi. Baxmayman demedim-ku. Abu Bakr ka, men qizimni bir ketimda ko'rgan. Esimda bor. Dedi Nuri teke. Yuzlari do'ptugilak, oppoq qiz. Lekin yerdan ustun qarmaydigan bakni nomusjon. Shundoq-ku? Shu. Abu Bakr ka, birer oydak bo'lib qoldi-ku deyman. Aytavur, shundoqroq bir qizni uchratdim. Lekin kesib birnim deyolmayman. Qandigina? Nega uchratding? Lekin shumikin deb umidlim qolmajimi? Gumonim deb qo'y. Digina. Odamlar hali qilmaydigina. Seriq uy echivitish rayoning Kashlik bozorida Nuri tekining bir yurtlik shirin tuqqini ochgan edi. Bir oyning oldida u ko'rib kelish uchun Seriq uy echivitish rayoniga berib, tuqqinni ham uning ochgan oshxonasini ko'rib, mehmon bo'lib kashlab qaytdi. To'yiqsizla u zilva, oq yuzlik, har qanday cho'ng kichik erlarning ko'zi tushgidek bir qizning kavobchilik qilayotganligini ko'rib qoldi. O qizni bir yerda ko'rganda qildi-yu, faqat esiga olmadi. Bu qizmi sinchilab qarg'an siri yuzini bermay, birida yerga, birida xaridorlarga qarg'an bo'lib oldi. Nuri teka qizning ismini so'rashga tamshaldi-yu, lekin tilini teydi. Agar qiz bir dili chechilib satlivasa, xalqning oldida rasvo bo'ladi. Nuri teka bu chiroyli ham sumbatli qizning ismini bilmay ormonda qaytib ketdi. Yuzini bermagan bo'lsa, cho'qim shu, dedi Abu Bakr keskin holda. Mehribon odatda erlarga tikilib qarmaydi. Biroq yana bir bola bor. Nuri teka gelini qirib qo'ydi. Uning ovozi bakmi soznimika, bozorning beshir ketdi. Bu qanjoq ergi tegiga o'xshamadi. Qopava. Undaqda mo'za yigit enak kelin bo'lib qol, ha? Nima? O bola kichikmika? Hada, oni elvitinga. Hada, bu pulni elvelayan davasa. O'qisidek bo'lar. Mundaq degan.
Abu Bakır'ның көзі oqirib ketgan oyog'ining uchiga qadalg'unicha qaytib qoldi. Qara, ma'u ishni. Chiroq tuyi qorong'u deb o'rimchining barmagan, kezmagan yeri qolmadi. Qo'ltiqida turgan seriq uy echvitish rayoniga barmag'inni qara. To'g'ri. U yerlar tovar binolar tushib, amdiliovat bo'layotgan rayonlar bo'lg'ashqa. Ko'zga ilmagan gap-da. Seriq uy echvitish rayonini o'ylab ko'zga uyqu kelmagan Abu Bakr atsi sahar turmoqchi bo'ldi. Biroq tijoratchilarning kashlik bozorga chiqadiganligini o'ylab soat 10gacha yotdi. Ammo och qo'rsoq uyquning mazasi bo'lamdi. U o'rnidan turib yuzini chalib puli yudi. Ondan bir chini sovuq suvni deriz taksiga qo'ydi-da. O'ri turibla noshta qilmoqchi bo'ldi. Lekin o'yin qora siltib yigidek biror parcha qattiq nonmi tepinmadi. Abu Bakr yang tashlari qassobning peshtomisidek parqirab ketgan bo'g'ni chopinni kiydi-da. Qing'ir qiyshiq ahalla ko'chalardan o'tib, suyi tortilib qurib ketgan sozliqqa yetib keldi. Bu sozliq intayin cho'ng doirani egillagan bo'lib, boshdan oxir axlat bilan qoplangan edi. Uzun yillardan beri taraf-tarafdan to'kilayotgan axlat bu zo'r maydonni sesqichilikqa to'ldirib, dimoqlarni echish turardi. Abu Bakr axlatlikning o'tirsidagi agir-bugiri oyog'i yo'li bilan Yekanko'l bosh bekatga yarim soatda yetib keldi. U asrab o'ngidab yugurib kelganicha amdili qo'zg'algan avtobusga chiqib oldi. Abu Bakr yo'l yo'nalishi o'zgaradigan bekatda tushib qolib, Qiziltog' atiganlik bozor maydoniga keldi. Bu bozor tijoratchilari tong saharda paydo bo'lib, soat 10gacha tarqab bo'ladi. Ular atiganlik noshta uchun eng yenik ham arzon tomoqlarni qiladi. Attiganda ishga oldirib mangan ishchi xizmatchilar, hunarmand kasblar, o'quvchi o'qituvchilar bir ishkidan pul qo'ymoq bilan sho'girish yoki ko'ktot sho'rpisi va ko'di montisi yeyishib, ishlariga oldirib mengishadi. Texi ba'zilari bir qacha umashqa o'rnini chilab, qo'li tutib ishga o'tsa, ketib bo'lganlarning og'ziga seriq suv yig'iladi. Abu Bakr arzon tomoqni ko'zlab kelgan bo'lsa-mu, lekin ular qozon, gaz o'choq, shara o'rindiqlarini yig'ishtirib ketib bo'lgan edi. Shunga u oddiygina bir oshxonaga kirib, suv-qosh buyurdi. Uning orqasida bir odam do'ng'uy verib, bakmi ishtaha bilan qo'li pultib bir nima ichib o'tadi. Balkim umi puli oz bo'lg'ashqa, manpar yoki o'g'ri ichib o'tgan bo'lsa kerak. Pat-pat burnini tortib qo'yadi. Bir chog'da u o'rnidan turib, kassining qishiga kelib pul to'ladi. Uning egiz, qomatlik gavdasini orqasidan ko'rgan Abu Bakr ichida ajabmi qovul yigitgina deb pichirladi. Ongacha heliqi yigit gap boshlab qoldi. Uning so'zlari Abu Bakrni dahshatlik iztirobga solib, chiliq-chiliq tariltibdi. Usta, sizning oshxonangizda Mehribon ismli 18 yoshlardagi bir qiz ishlaganmi? Qizmi yoki juvonmi? 2,5 yoshlarda Qaysar ismli bir o'g'li bor. Esimda yo'q. Kelim-ketim ko'p bo'lgandan keyin odamning yodida qolmaydi ekan. Usta, asirdan chiqib qopti, dedi shiralarni surtayotgan mulozim bola. Bir yilning oldida oppoq budirchash o'g'il bolani ko'tirgan zilva bo'yliq bir cho'kan kelgan. Sizlar kachursizlar xonqiz, bolasi bor ayollarni ishiltib boqqan, lekin ularni boshqa yerga bormaydi ekan deb unmagan tilg'o. To'g'ri. Bolasi maydondagi qalamga esilib ilib olgan edi. Xaridorlar bu bola cho'ng bo'lsa olim bo'g'dak. Qalamga esilayotganini qaranglar deyishib ketmadimi? Abu Bakr qochisini elibla bulondagi bir shirada ta'tur qarab, beshini cho'kirib o'ltirib oldi. U qadrdonning o'rimchiga paydo bo'lganligini ko'rib, dahshat qo'rqib ketdi. Agar
Qadirdan uni to'niverib. Qani, mening ayolim, balam, uyimni qandoq vayron qilding deb konini siqsa, hech nima degani bo'lmaydi. Abu Bakri eliqi kechidagi niqobliq odamni ham uning bundan keyin mehribonni yana pul topib deb zo'rliq zo'mbilik qilsam, seni bo'g'izlashda oldi orqamga qarab o'ltirmayman degan gaplarni tex unutib qolgani yo'q. Har qaysilari boshqa o'ylab qilishmisizlar? Dedi Qadirdan oshxonadagilarga qarab. Qiynatam degan munofiq har qitim xiroyni xumar tutsalar, ayolimni pul topib deb qiynab berib, uydan chiqib ketibdi. O'g'lim 2,5 yoshga kirdi. Texe chiroyini ko'rib boqmadi. Boyi oq yuzlik, bo'diri choch, o'moq bola deydinglar. Yig'lab atgili tasli qoldi. Oy, ko'nglingizni yerim qilmang, dedi oshxona xo'jayini. Xudo nasib qilsa, yaxshi kunlarning birida xotin bolalaringiz bilan jam bo'lasiz. Rahmat. Itqonlar kelsin. Qadirdan oshxonadan chiqib ketgan hamon Abu Bakri beshini ko'tardi. Ammo oshxonadagi xaridorlar, mulozimlar ham xo'jayinlar xiroyin chekadigan qiynatini qarg'ab tillamoqda edi. Hay, xiroyin chekkan odamda vijdon, g'urur bo'lmaydi degan rostga. Qaranglar, qizini pul topib deb majburlig'imni, dedi xaridorlardan biri. Xiroyin chekkan odam oshxona xo'jayinimi g'azablangan edi. Elg'u qiziga xumor tutib ketsa, o'z qo'li bilan xotinni solab berdi. Bizning mahallada to'y qilg'ili tehi 2 oy bo'lmagan bir adash, dedi mulozim bola. Yosh xotinni bir chekim xiroyin uchun solab berib, ayoli atsli ajrashib ketmadimi? Tayoqdek taraslab tushayotgan til haqoratdan beshini ko'tarmay qolgan Abu Bakri pulni to'lab atsli chiqib ketdi. U ko'chaga chiqibla to'rt atrofiga sinchilab qaradi. Agar biror yerda Qadirdan marab turgan bo'lsa, qayerga ham qandoq ketishni ko'ngliga pukdi. Abu Bakri shu kuni tushgacha shaharni orlab, tushdan keyin ko'cha avtobusi bilan Seriq uy echivitish rayoniga yurib ketdi. Abu Bakri avtobusdan tushib, to'rt atrofga chekchib, hangiqib qoldi. Aslida Seriq uy rayoni atrofi shivoq, qo'ng'iroq tikan, pakar yovu qumush qoplab ketgan sho'rliq bir yer edi. Bir-biriga yo'lab, niqtob selinib ketgan yerlik uylar. Yo'llag'i poskaytib chiqirib qo'ri, oshxona, ondar qilib olgan qo'ruq tomlar. Xuddi tozning beshidagi shalom shoshlardek ninjon maysila o'nib ketgan egiz pas o'g'zilar ham uningga do'linib ketgan eski tuskilar bu sho'rliq rayonni go'yo yer tavrashdan keyingi xarobalikka o'xshatib qo'ygan edi. Mana endilikda ko'k osmonga bo'y tortgan gul tog'dek rat-murat selinib ketgan rangdor binolar. Uning keng, ozodi saynosidagi ta'turi so'gat ko'chatlari. Qorlari erib, echilib qolgan chimliqlar. Bolalar, qiyirlar badan cheniqtirdigan xilma-xil tantarbiya aslahalari. O'yladiki, o'ngich to'rdek geralishib ketgan choqchoq yo'llar. Yo'l bandalari ham daraxtlar tagidagi shado o'rindiqlar. Chimliqlar o'ttirig'i o'rnatilgan bo'g'in maral, mushk eyiq, pil ham otlarning haykallari bajoyiki qadimki zamon shohlarining chahor bog'larini asga soladi. Shundaqdimi, bu echivitish rayonining ikki yon tarafi ham orqasida kishining ko'nglini xira qilib, eliqi rassiz, egiz pas bir-biriga qistilib ketgan aholilar mahallarining qoldiqlari hali ham bor edi. Bu yorqin selishtirma xuddi shohi to'nga purkangan bir shahzodadan yuldur kepallik bir maynat divoni sadiqi tilovat qilgandek manzarani ko'z oldiga keltiradi. Bu echivitish rayonining bozori bo'lsa, tovar binolar oldidagi uzun ketgan bir ko'cha bo'lib, bu ko'chaning ikki tarafida oshxona, navoiyxona,
magazin, pochtxona, davolash punktlari, banka, bojxona degandek do'kon ham idoralar joylashgan edi. Dexe, uşaq tijoratchilar uchun maxsus yasalgan kashlik bozor cho'ng maydonida nomer silingan temir sandiqlar, bodkalar, ratma-rat tizilib turardi. Ağzı uçuklu qolgan Avo Bekri uzun ketgan cho'ng ko'cha ham uning tarmoq xalt ko'chalariga kirdi. Qisqasi, bu yerni seriq uy etib etish rayoni emas. Yangidan barpo bo'lgan seriq uy shaharchisi desam bo'g'dak. Pah. Bu nima degan taraqqiyot? Islohot degan zapmi yomon nimikin ha? Ayni ho'y, mozayni uy deb bo'g'icha ko'ni askarliklarni araqdan qilib, bir kechadila katta shaharlarni tiklab qo'ydi ekan. Belq shirkatida ovozga aylanib, Belq to'rda anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini mushargacha anlatdik. Davomini keyingi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.